Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda Davlat kadastrlar palatasi Surxondaryo viloyati boshqarmasi Bandixon tuman filiali tomonidan O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-avgustdagi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari va unda qurilgan bino inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonun ijrosi doirasida olib borilayotgan xatlov ishlari va ulardagi amaliy natijalar haqida ma'lumot beramiz. Bandixon tumanida 22 ta mahalla mavjud bo'lib, kadastr agentligi tomonidan tasdiqlangan reja grafika ko'ra 2026-yilda 8 ta mahallada xatlov ishlari o'tkazilishi belgilangan. Bugungi kunga qadar Bandixon tumanida jami 5177 ta ko'chmas mulk obyekti xatlovdan o'tkazildi. Shundan 4882 ta obyekt bo'yicha ma'lumotlar Uzcard axborot tizimiga kiritildi. 4054 ta obyekt e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimiga joylashtirildi. Bundan tashqari 696 ta obyekt bo'yicha hujjatlar tegishli maxsus komissiya tomonidan belgilangan tartibda ko'rib chiqilmoqda. Bundan tashqari Xalq deputatlari Surxondaryo viloyati kengashi tomonidan 686 ta ko'chmas mulk obyektiga nisbatan egalik huquqi e'tirof etildi. Hurmatli yurtdoshlar, hozirgi kunda Bandixon tumanida barcha mahallalarda texnik xatlov ishlari asosida davom ettirilmoqda. Kadastr muhandislari ularning xizmat guvohnomasi bejigi hamda maxsus kiyimlari orqali aniqlash mumkin. Noma'lum yoki soxta shaxslarga aldanmasliklaringizni so'raymiz. Shuningdek, texnik xatlov ishlari amaldagi qonunchilikka muvofiq mutlaqo bepul amalga oshiriladi. Agar mazkur jarayon davomida korrupsiyaviy holatlarga duch kelsangiz, kadastr agentligining 1097 ishonch telefoniga murojaat qilishingiz mumkin. Aziz yurtdoshlar, sizlardan o'zlaringizga tegishli yer uchastkalari va ko'chmas mulk obyektlariga oid hujjatlarni yana bir bor ko'rib chiqishga, mavjud kamchiliklarni qonunchilik talablari asosida bartaraf etish hamda mulkiy huquqlarni davlat ro'yxatidan o'z vaqtida rasmiylashtirishga chaqiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.